Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, muhtaram ko'rmanlar. Hammanglarga mashvaqt xayriyat bo'lsin. Men Adil Uyg'ur. Uyg'ur tadqiqot instituti vakolatan hammanglarga samimiy va qizg'in salom yo'llayman. Biz bugun institutimizning tadqiqotchilaridan doktorant Abdurim Berat bilan biz shu topda nimalar bilan sinalyapmiz degan tema ustida muhokama elib borishga tirishamiz. Bu muhokamamizni institutimizning mudiri Erkin Akram muallimning buni esil gapini cho'rlagan holda elib boramiz. Hammanglarga ma'lum bo'lgandek, Erkin muallim bundoq bir esil gapni qilgaydi. Davoyimiz hozirgacha bunchalik seviyaga yetmagan, xalqarada hozirgidek tanilib, islohga erisholmagan va ishg'oliyat ostidagi vatanimizni bunchalik nazarga ilinib boqmagaydi. Biz shu topda tarixiy davrni boshdan kechiryapmiz. Bizning taqdirimiz burilish nuqtasi turadi. Shunday ahamiyatli tarixiy davrda bizning e'tiqodimiz, samimiyatimiz, qobiliyatimiz, mas'uliyatimiz va vijdonimiz sinaldi. Bu esil gapning egasi bo'lgan Erkin muallim o'z ig'zidan o'tgan qatimliq programmamizda she'riyasini anglagaydik. Erkin muallim o'tgan qatimliq programmamizda davoyimizning taraqqiyotini, xalqarodagi o'rnini, saviyasini, shundoqla bizga kelgan fursatlarni va davoyimizning e'tiqodimiz bilan, qobiliyatimiz bilan, vijdonimiz bilan, mas'uliyatimiz bilan bo'lgan munosabatini ilmiy tushuntirib bergan. Lekin vaqt munosabati bilan bu davoyimizga e'tiqodimizning munosabatiga ko'p kiramay qoldik. Bugun bo'lsa dal shu qismini texnik yurtib berishga tirishamiz. Abdurim, siz Erkinmanning bu esligini qanday tushundingiz? Assalomu alaykum qarindoshlar. Hammalarga salom yo'llayman. Bu gap haqiqatan odamni cho'nqur o'yga soladigan bir gap. Chunki haqiqatan biz hozir ko'rib turyapmiz, bizning hozir xalqarodagi da'vo yetgan nuqta. Bir hisobda shu yaqinqi 20-asrni tilga olsakmi, 100 yil mobaynida xalqaro nuqtada qaragan vaqtda haqiqatan tarixda misli ko'rilmagan deyishga bo'ldi. Onun sebeplerini tahlil qilib o'tirmaymiz. Yani mushu hozir biz turayotgan nuqtani aytgan vaqtda haqiqatan mana mushunda bir Uyg'urlarning tarixidagi favqulodda bir burilish nuqtasi deyiladigan mushu vaqtga nisbatan hozir har bir Uyg'urning o'zini Sharq Turkistonlik deb hisoblaydigan, hatto o'zini bir musulmon deb hisoblaydigan har bir Uyg'urning mushu alohida tarixiy sharoitda bosh tortib bo'lolmaydigan favqulodda yüksek mecburiyetleri, vazifeleri var. Yani çünkü her qanday bir alayida tarixiy sharoit, her bir adamdan şu alayida tarixiy sharoitga loyiq bir sapa süpetni, hatta bir pozitsiyani, bir tushunchani talab qildi. Masalan biz oddiy bir misolni aytsak, qish kelishga boshlagan vaqtda, yani havo sovishga boshlagan sira bizning tabiiy yo'lda bizning kiyim-kechaklarimiz o'zgarishga, qilinlashga boshlaydi. Chunki bizning sharoitimizning o'zgarganligi bizning kiyimimizni o'zgartirib o'tadi. Yoz kelgan vaqtda tabiiyla biz kiyimiz. Chunki sharoitimiz shuning qistaydi. Xuddi shunga o'xshash bir millatning umumiy tarixiga nisbatan bunday bir favqulodda muhim bir davr kelgan vaqtda bu da'voga qo'lidan keladigan barliq iqtidorni ish qilmasa, ishtirok qilmasa, haqiqiy astoydillik bilan inchiklar muomala qilmasa, menimcha shunda vaqtda har bir Uyg'ur tarixning la'nat to'rikiga emas, menimcha o'zining qalbidagi la'nat to'rikiga o'zini o'zi mixlaydi. Chunki bir millatning tarixiga nisbatan bunda fursatlar har doim kelavermaydi. Har doim kelavermaydi. Ba'zi fursatlarni hatto biz yaratamiz deb yaratolmaymiz. Ana shunda yaratilayotgan shunda bir fursatda bizning qildiganimiz har doim shu fursatga o'zimizni hozirlash va fursat olib kelgan barliq imkoniyatlardan to'liq foydalanishdan iborat. Bu gapim ham shunchalik. Bizning e'tiqodimiz, samimiyatimiz, qobiliyatimiz, mas'uliyatimiz sinaldi, ammo shu sinalishdan burun cho'qim bizning bir da'voyimizdan shu e'tiqodimizningki mas'uliyatimiz munosabati bor deb o'ylayman. Sizcha qanday bir munosabatimiz bor? To'g'ri dedingiz. Bu e'tiqod deganlik arabcha aqdun aqada degan so'zdan kelgan. Buning asl so'z ma'nosi bog'lash, chigish degan ma'noda.
Endi bu yerdagi e'tiqod degan arabcha gap asli shu ma'lum bir narsaga bog'lanish, ma'lum bir narsaga chigilish, ya'ni ishongan narsang bilan o'zingni birdaklashtirish va shunga bog'lanish deganlik. E'tiqod diniy sohada qo'llanilgan vaqtda u Alloh bilan, ya'ni o'zi e'tiqod qilgan, o'zining yaratganligiga yoki o'zini yaratganligiga ishongan bir ulug' kuchga o'zini bog'lash deganlik. Agar u bir vatan haqida ishlatilgan bo'lsa, vatan bilan o'zini bog'lash. Ya'ni bu yerda o'zini bog'lagandan keyin butun ish harakati mushu e'tiqodning qo'mondonligi, kontrolligi ostida bo'ldi degan ma'noda bo'ldi. Mushu nuqtani aytgan vaqtimizda bizning vatan oldidagi majburiyatimiz mayli diniy nuqtadan qarayli, mayli bir insoniylik nuqtasidan, bir adolatni talab qilish nuqtasidan qarayli. Masalan, xuddi bir odamning mal mulki bulangchilik uchragan vaqtda u odamning tabiiy bir qo'g'dash istiki bo'ldi. Ya'ni sen bu mal mulkimni bulib olding, men uni elib olaman deydi. Aqlli bir ish. Xuddi shunga o'xshash bizning vatanimiz amaliyotda cho'ng bulangchilikka uchragan bir vatan. Ya'ni xuddi bir shaxsni o'g'irlik qilib, bir narsani o'g'irlaganga o'xshash va bizning uni qayta talab qilish haqqimiz bo'lganiga o'xshash eng aqlli haqlarimizdan biri. Mana bu bir qancha nuqtadan qaragan vaqtimizda bizning bu vatan davoyimiz bizning e'tiqodimiz bilan favqulodda ayrig'ili bo'lmaydigan munosabatga ega. Biz diniy nuqtadan biroz sharhlaylik buni. Avval bizning vatanimiz bir musulmonlarning tuprog'i. Musulmonlarning tuprog'i u yerda azon jaranglaydigan, masjidlar barpo qilingan, musulmonlar o'zining diniy e'tiqodini ming yilning mobaynida islom e'tiqodini erkin ijro qilib kelgan bir tuproq. Bu butunlay boshqacha desak, dinning dushmanlari yoki islomning dushmanlari tomonidan ishg'ol qilingan bir tuproqqa aylandi. Bunday ahvolda biz islom qonunshunosligi nuqtasidan qaragan vaqtimizda bu tuproqda yashayotgan musulmonlar, bu har bir musulmonlar hargiz ma'lum bir turkum kishilarni emas. Har bir musulmonning bu tuproqni chuqur qo'g'dash uchun qo'lidan keladigan barliq vositalarni ish qilish. Albatta bu vositalar qonuniy, shar'iy va axloqiy jihatdan qabul qilingan vositalar bo'lishi lozim. Hatto ba'zi vaqtda biroz radikal vositalarni qo'llanish joiz. Mana shunday vaqtda bu vatanning har bir o'g'loniga, har bir a'zosiga, erga, ayolga, qizga, yigitga shu vatanni qo'g'dash diniy nuqtadan farz ayn bo'ldi. Ya'ni hech kim buni u bir turkum kishilar qilsa bo'ladigan, tashkilot rahbarlari qilsa bo'ladigan yoki shunga qiziqib yuradigan bir turkum kishilar qilsa bo'ladigan, boshqalar shularning qilgan ishlarini yondan ko'radigan bir xil bir musobaqani ko'rayotgan tomoshabinga o'xshash o'ylab qolsa bo'lmaydi. Hammasi amaliyotda shu mujodalaning ichidagi odamlar. Faqat bu mujodalaning ichida bir turkum kishilarga jiqroq vazifa kelishi mumkin. Bir turkum kishilarga ojiz, odatdagiroq, kichikroq vazifa kelishi mumkin. Ammo men buning sirtida deydigan har qanday bir Uyg'ur, har qanday bir Sharq Turkistonlik buni qanday bahoni ko'rsatishdan qat'iy nazar rad qilinmaydi. Endi axloqiy nuqtadan aytgan vaqtimizda men bayon dedim. Agar bir insonni agar sening onangni yoki dadangni paloniyada bulongchilar tutib olibdi, hozir u bulongchilar sendan pul talab qilyapti. Sen kelib mushu ular qilgan pulni bermasang, ota-onani qo'yib etmaydi ekan desa, eng aqalli ahvolda bir bola qanday qilsa qilib, nereden topsa tepib, shular talab qilgan pulni bersa berib yoki ularni bir amal halok qilsa qilib, ota-onasini qutqizish uchun o'zining jonini ataydi. Agar atamasa yoki kari bo'lmasa, endi amal yo'q, mening kuchim yetmaydi ekan, endi ota-onam bo'lsa qanday qilaman desa vaqtda biz bu bolani ayblamiz. Ayblashlar emas, balki u bolani bir insoniylikdan chiqarib o'ylaymiz. Chunki vazifangni sening onangni, dadangni dushmanlar tutib olsa, sen hech qanday imkon qaytarmading deganlik. Endi chet eldagi har bir Uyg'ur, har bir musulmon vatanda tutilib ketgan har bir Uyg'urni u mening onam, mening dadam deb qaramoqchi. Shu yerda Xitoylar bilan nikohlanayotgan shu qizlarni mening singlim, mening ocham deb tushunmaguncha biz haqiqiy bir taqdirdoshlik, haqiqiy bir millatdoshlik tuyg'usini
barpo qilolmadik degan gap. Bu xil ong, bu xil tushuncha bizning bu vatan oldidagi majburiyatimizni ado qilishimizga bek foydasiz. Oyam deganimga o'xshash, bu majburiyat har bir shaxsning majburiyati. Yana bir nuqtani qo'shib qo'yay oxirida. 3-nuqtadan biz amaliyotda chet eldagilar faqat vatanimiz oldidagi bir qarzimizni ado qilyapmiz deb o'ylayman. Hatta siz ilgi unchalik bir vatanparvar odam emas bo'lsangiz, men chet elga chiqqandan keyin hammamiz o'xshamagan davlatlarda, ellarda yashab, o'zimizning Sharq Turkistonlik ekanligini, o'zimizning bir mazlum Uyg'ur millatining bir a'zosi ekanligini shu yashayotgan davlatdagilarga deyish orqali nurg'un imtiyozlarga erishyapmiz. Masalan, bir davlatga kirib, men shu yerdan keldim deyish orqali shu davlatda qonunli turish salohiyatiga ega bo'lyapmiz. Masalan, Turkiyada yashayotgan o'quvchilarni deylik, men ota-onam bilan ayrilib qoldim, iqtisodim uzilib qoldi, men shunday bir mazlum vatandan keldim deyish orqali o'qish mukofoti olyapmiz. Shuni deyish orqali uzun muddatli iqomat olyapmiz, ya'ni turish ruxsati olyapmiz. Shuni deyish orqali biz har bir qadamimizda, har bir tiniqimizda biz hech qanday xizmatini qilmayotgan shu vatandan foydalanib turib yashayapmiz amaliyotda. Mushu nuqtani aytgan vaqtda biz faqat vatanparvarlik qilganimizda, vatan uchun bir xizmat qilganimizda nihoyat ulug', nihoyat katta bir ishni qilib bermayapmiz. Balki eng aqalli bir insoniy majburiyatimizda. Ya'ni biz kirib qolgan bir qarzni to'layapmiz xolos. Rahmat. İtiqad noktasında davayımızın birleşmeye yaxşı düşündürüp verdiniz. Bundaqda elbette bu itiqaddan keyin de mesuliyetimiz keldi. Elbette mesuliyetini biraz bir tilga algan bo'ldingiz. Şu mesuliyetni cem yaşash noktasını bir izohlab bergan bo'lsangiz. Siz bu ilim sohasida izlanayotgan birisi. Endi haqiqatan to'g'ri dedingiz. Odatda e'tiqod bilan mas'uliyatning munosabati qanday desa, har qanday bir e'tiqod muayyan mas'uliyatni taqozo qiladi yoki muayyan bir turkum mas'uliyatni tug'adi. Masalan, men Allohga e'tiqod qildim degandan keyin tabiiy yo'sinda mening Alloh oldida qanday majburiyatlarim va mas'uliyatlarim bor deb so'raymiz. Agar biz vatan bu mening tuproqim, bu mening vatanim degan mushunda bir e'tiqod bo'lgan vaqtda tabiiy holda unda bu vatanning oldida mening qanday mas'uliyatim bor deb so'raymiz. Ya'ni bu yerda e'tiqod degandan keyin mas'uliyat tabiiy holda birdaklikka ega. Ikkinchi qadamda mas'uliyatga uchraymiz. Chunki bir odam muayyan bir haqiqatga e'tiqod qilgandan keyin, uning ishongandan keyin, u ishongan narsalar uning hayotida bir prinsip tashkil qildi. Ya'ni bunu ishlarni bu prinsipga asosan qilishim lozim. Bunu ishlarni bu prinsipga asosan tark etishim lozim deb o'ylaymiz. Bir e'tiqod qabul qilingandan keyin uning bizning hayotimizda bular mas'uliyat tuyg'umizda hech qanday o'zgarlik paydo qilolmasa, menimcha bunda ikki sababdan bo'lishi mumkin. Birisi bizning e'tiqodimiz yolg'on. Ya'ni biz yolg'on ishonib olgan. Ikkinchisi e'tiqodimizning talabini to'liq tushunmaymiz. Ya'ni bu e'tiqodning zoti bir inson uchun nimadan derak berganligi haqida tushunchimiz yetarli cho'nqur emas. Shu sababdan e'tiqodning taqozzolarini yerga akilib, ado qilishga nisbatan kuchimizmi yo'q, tushunchimizmi ojiz. Endi mas'uliyat deganimiz arab so'z nuqtasida vaqtda arabchadan bizga kirgan gap. Uyg'urcha tarjima qilsak javobgarlik degan gap. Ya'ni savol degan so'zdan kelib chiqqan, ya'ni sa'ala su'ila. Mas'ul degan so'ralish degan gap. So'raladigan narsalar degan gap. Ya'ni sen ado qilmasang, bir kim kelib sendan sen nima uchun ma'ni qilmading deb so'raydigan narsalar deganlik. U bir odamning bevosita kimligi bilan munosabatli. Ya'ni men o'zimni musulmon degan bir kimlik bilan tunigan bo'lsam, o vaqtda bu musulmon ado qiladigan bir qator mas'uliyatlar bor degan bir narsani men qabul qilgan bo'laman. Agar men o'zimni bir Sharq Turkistonlik deb qaragan bo'lsam, o vaqtda bu kimlikim mendan ado qiladigan yana bir turkum mas'uliyatlarni talab qildi deganlar. Shuning uchun agar men buni ado qilmasam, men vijdonimning oldida, xalqimning oldida, hatto qiyomatda Allohning oldida javobgarlikka tortilaman deganlar. Şunlaşqalıqı Peygamber Aleyhisselam bir hadisinde kullukum mes'ulun an ra'iyetihi. Yani kullukum ra'in bunun birinci cümlesi. Sizlerden hemmeler bir padiçi.
sizlar hammanglar o'zinglarning padisidan so'ralasizlar, ya'ni javobgarlikka tortsizlar deyilyapti. Mana shu nuqtadan aytganda o'zini musulmon hisoblaydigan har bir odam amaliyotda mana ikki xil salohiyatga ega. Birisi o'zini ko'rdi. Ya'ni agar men bir maktabning o'qituvchisi bo'lsam, tabiiy yo'sinda maktab mudirining oldida mening javobgarligim bor. O'zimizning holatiga tatbiq qilsak, agar men o'zimni bir Sharq Turkistonning fuqarosi yoki odami deb hisoblasam, vatanning a'zosi deb hisoblasam, o vatanning oldida mening mas'uliyatim bor. Agar men dada bo'lsam, mening qo'l ostimdagi, masalan, mening ayolim, bolalarim, oilam oldida ulardan oladigan hisoblarim bor. Ya'ni bir musulmon hech bir zaman mas'uliyatsiz bir kun, bir daqiqa yashayamaydi. Bu bizning islomdagi intayin cho'ng bir prinsip. Agar u unda yashab qolsa, bunda bir qadam ilgirlab so'rab boqili. Jamiyatshunoslikda bir hukm bor. Social strain deydi. Onun ma'nosi ham ijtimoiy besim desak bo'ldi. Bu qanday narsa desa, buning ta'biri shu. Bir odam o'zining kimligiga uyg'un bo'lmagan harakatlarni qilishga majbur bo'lgan vaqtda, bu odam ruhiy jihatdan besimga, siqilishga duch keladi. Masalan deylik, nayt oddiy. Hozir deganimdek, men o'zimni musulmon deb hisobladim. Ammo hayotimda nurg'ulg'an musulmonlik qilmaydigan ishlarni qilaman. Shuning bilan men o'zimni bir tarafdan musulmon deb hisoblayman, yana bir tarafdan unga xilof ishlar bilan shug'ullanaman. Bu xillikki mening hayotimdagi e'tiqodim bilan harakatim orasidagi birdaksizlik meni har vaqt rohat qo'ymaydi. Men o'zimni Sharq Turkistonning fuqarosi deb hisoblayman, odami deb hisoblayman, ammo vatan oldida hech qanday majburiyatni ado qilmayman yoki unga sal qarayman. O'xshashla mening bu kimligim bilan bu harakatim o'ttirisidagi bu birdaksizlik o'xshashla meni rohat qo'ymaydi, bearom qildi. Demak, kimlik bilan sharkat mas'uliyatning orasida bir birikkan bir birdaklik munosabati bor. Shuningdek, bu mas'uliyat masalasi desak gap uzrab ketdi. Eng avval o'zimizning vijdoniga, undan keyin o'zimizning atrofidagi kishilarimizga, xalqimizga, vatanimizga hamma nuqtani o'ylagan vaqtimizda bizning mas'uliyatsiz bir daqiqa yashaydigan haqqimiz yo'q. Yani yig'inchoqqa vaqtda bir inson tug'ilib, ma'lumotni o'tgandan keyin balliq davrini boshdan kechirdi. Ondan keyin o'qish bo'ldi. Kimligi, ijtimoiy salohiyati. Ondan keyin o'qib bo'lgandan keyin bir ma'lum ish o'rniga kirdi. Shundaymi? Ish o'rniga kirgan bir xizmatchi bo'ldi yoki mas'ul bo'ldi. Yoki tijorat bilan shug'ullansa, tijorat yo'g'on bo'ldi. Ondan keyin ma'lumotga o'tgandan keyin yana bu inson boshqa bir xil kimlikka salohiyatga ega bo'ldi. Bu jamiyatdagi boshqa ijtimoiy kimliklari. O'xshash siz degandek u insonning yanında bir narsa e'tiqod qilsa, musulmon kimligi yo boshqa kimlik bo'ldi. Bir irqqa tava bo'lsa yoki millat tava bo'lsa, yo Uyg'ur bo'ldi yo boshqa bir millat tavag'im bo'ldi. Shu siz degandek ma'lum bir ijtimoiy o'ringa yoki salohiyatga va yoki bir kimlikka ega bo'ldik degan gap onun çok muayyen bir rolü öteştirişlik ve oyunumuzu qat'iy bo'lmaydigan mas'uliyatlar bo'ldi. Ya'ni buni qechib tutish mumkin emas. Onun için sizin bu aloqa mas'uliyatni taqozo qilgan prinsiplar bilan insonning ish harakati o'tirishga birdaklikni yaxshi yo'ritib berdingiz. Agar siz degandek agar birdaklik bo'lmay qolib qolsa, tabiiy holda besim bo'lib insonni bearam qildi. Bearam qilgan vaqtda insonning kayfiyati albatta benormal bo'lib qoldi. Bu nuqtadan aytganda shuni qo'shib qo'ygim keldi. Agar chet elda bir Uyg'ur hech bo'lmasa kundalik turmushda biroz xushalroq, ozgina baxtliroq yashay desa, chuqur mushu birdaklikni hayotida barpo qilishi lozim. Ya'ni o'zining vatan oldidagi majburiyatini, bu buyuk da'voga o'zining qanchalik tuhfa qo'shalaydiganligini o'ylab, ozroq xizmat qilsa, amaliyotda u rohat, xushal o'talaydi. Chunki hamma odamning vujudida chuqur bir yaxshilikqa moyillik bir tabiat bo'ldi. Men o'zimning akisi, onasi, urug'-tuqqanlari ayada xorlanayotsa, dafsanda qilinayotsa, normal bir inson hech ish bo'lmagandek yashayamaydi. Agar unda yashay olsa, vaqtda biz uni inson deyishimizni aytamiz. Shu nuqtadan bizning xushal o'tishimiz bilan munosabatli bu da'vo uchun xizmat qilish. Hargiz vatanning ehtiyoji nuqtasidan demasakmi, o'zimizning rohati uchunmi hech bo'lmasa kashda biz Xudoga shukr, men shunchalik bo'lsin bugun vatan uchun shunday ish qila oldim.
deb azroq yüzümüz yorukroq bo'ldi. Aynakka qarasak o'zimizga. Agar undaq qilmasak, hech qilmasak, amaliyotda biz her vaqt o'zimizni o'ylasakmi, nayt rahatsiz bo'lib ketamiz. Eğer der bir şey niyesi koşup eğer bu itikadımızdaki yani kimlikimizin taqozosi yaşamay qolib qolsak, har qancha jiq ish qilsakmi, ammo bir tabir bor, siz o'tgan degandingiz, bavlan yo'qning hayotidagi hayot yo'q qoldi, shundaqmi? Shunday. Haqiqatan biz amal yo'q tug'ilib qoldik tasodifiy. Shuning bilan yashashni majburlab qolgan, ammo bu yashashga tashabbuskorlik bilan bir ma'no qo'shishim lozim deydigan bir pozitsiyamiz bo'lmaganligi uchun hayotimiz Türkçilik, miş gibi yaşam degende bağla yo'qning oralig'ida. Yani hech qanday ma'no yo'q. Bu ma'nosizlik har vaqt bizni psixika izidi. Ammo buni qutulanmaymiz. Shuning bilan ya vatanning oldida, ya o'zimizning oldida, hatto Allohning oldidami yüzümüz yoruq kun o'tkazolmaymiz. Şu sizden şu bavlan yo'qning hayotida, bavlan yo'qningki o'tirish hayotida to'g'ri ayrim bir program o'tkazaylik. Siz hozir Turkiyaga muhim bo'lib kerakli bir 6 yilda ko'p qoldi. Oxirgi 2017-yilda shu yilning 5-ida keldingiz. Turkiyadagi Uyg'ur jamoatchiligining ahvolini yaqindan bilasiz. Chet eldagi ahvollarni ya qarindoshlarning ahvolini ozroq ko'p tushunsiz. Siz oshlarning ahvoliga qarab, ya'ni bizningki deyilayotgan, ya'ni erkiman deyotgan bu vijdon, e'tiqod, mas'uliyat nuqtasidan bir şunun taqozosi uchun ish qilyaptimdik, qilmayaptimdik. Siz buni qanday qaraysiz? Siz nimalarni his qildingiz bu vaqtda? Bu haqda mening his qilganlarim agar to'liqroq so'zlasam balkim biroz ümidsizlikka moyil taraflarni jiqroq so'zlashim mumkin. Chunki o'tganda ona til haqida programmaga vaqtimizda men ba'zi sonliq ma'lumotlarni dedim. Chunki bu vatan uchun xizmat qilish degan bir xizmat mavjud. Bu xizmatning biz ko'ralaydigan, anglayalaydigan bir miqdorlashtiruvchi bo'ladigan tarafi bor. Jamiyat nuqtasini qarab. Mesela aqalli deyli, mesela Türkiye'de 50 bin Uygur var dedik mesela. Eğer vatan davası için mühim bir çağrı kılındı. Mesela namayiş kılışımız lazım. 50 bin adam, hatta biz tasavvur İstanbul'da 50 bin var deyli, yani 30 bin deyli oldu. Eğer İstanbul'da mühim bir namayişte 30 bin adamdan küçük Allah'ın çıkartılı oldu. Kırık Allah'ın çıkartılı 10-15 bin. Eğer 500-600 adam gelse, ya ki 1-200 adam gelse, hatta devamlı, yani kayıtlı namayişlerde kildiği adamdan sahip az değil. Ama lakin Uygurca çıkarılatkan nurgun, böyle ballar jurnalda kitaplar değil, kancılık muştur bulavatıdı. Mesela aran 300'ün aşmayı vardı. Besalakan kitaplarının okuluşu, yani ben tulıcık tekrarlap gittim bunu. Hatta biz chatlerde 100 bin 200 bin Uygur var deb turib, yani Uygurca yazıqdaki kitaplarını okuyalaydigan. Men Qozog'istondagi qarindoshlarni ko'zda tutmadim. Mesela atgan kitaplarni hozir mesela 200 ni basili. 200 tugamaslik mumkin, 100 ni basili deb maslahat qilishyaptimizda hozir mesela. Mana bu shunaqa nurg'un ko'rsatkichlarga. Ana degan torlarda chiqayotgan muhim suhbatlarning anglanish, ko'rilish nisbati. Twitterda tarqalayotgan uchurlarning darhol bu hem behirlenip tarqalish ahvoli. Guvohliklarga nisbatan kishilarning aktiv challıqı. Xatarlik hozir navbatda vatanga munosabatli bo'lgan barliq harakatlarni biz shu sotsiologik nuqtadan shu miqdorlashtirib analiz qilgan vaqtimizda. Gerçi biz birdan bir toplayamagan bo'lsakmi, ammo mesela hozir hech bo'lmasa kompyuterning o'zida internetni biz qanchalik chekilganligi, qanchalik ko'rilganligini bila olamiz. Şularni hisoblabla shuna qaraydigan bo'lsak, biz ko'raydigan manzara hech odamni xushal qiladigan bir manzara emas. Ümidsizlantirdi. Endi bu nuqtada agar balkim sababi nimadir deb bir savol kelishi mumkin. Hozircha mening qarashimda biz uyg'onish degan gapni 100 yildan yoqib deyapmiz endi. Uyg'onish haqida eser yazgan bizning büyük şairlerimiz ta ki
19. asrning oxirlaridan boshlab hozirga qadar o'xshamagan variant va shaklda yozilyotdi. Har vaqt biz qachongacha uyg'onamiz, qachongacha uyg'onmaymiz deb to'layapmiz. Ya'ni uyg'onishdan iborat bu shuar Uyg'ur realligida 150 yildan yoqi o'zining kuchini yo'qotdi. Demak, buni qaraganda biz yetarli uyg'onmoqdik. Endi bizning Xitoyni dushman deb bilganligimizla uyg'onganligimizni bildiradi deb savol so'rab baqdim. Agar Xitoyning dushman ekanligini bilish, vatanimizning bir besilingan, mustamlik qilingan tuproq ekanligini bilishla uyg'onishmi deb o'ylab baqdim. Agar biz uyg'onishni 1-2-3 deb qatlamlarga bo'lish mumkin bo'lsa vaqtda biz uyg'onishning ibtidoiy bosqichida ekan deb o'ylayman. Ya'ni birinchi qavatida. Chunki bir odam mavut tuproq mening vatanimkan, besilyapti ekan. Avvalo mening dushmanimkan degandan keyin bu tushuncha bizning butun hayotimizni o'zgartirishi lozim. O'zgartirishi lozim. Oddiy bir misol. Biz tug'ilsak, dadimiz bir yerga ketib kelmabdi ekan deyli. Shundan cho'g'ilgandan keyin asta-asta 15-16 yoshga kirganda biz dadimizning ma'lum bir yerda borligini angladik. Endi normal ahvolda bir odam men kichikimdan boshlab dadisiz cho'ng bo'ldim. Anglasam dadam falon yerda borkan kelanmabdi. Tabiiy yo'sinda shu dadimizni istaydigan bir istak bo'ladi. Nima qilsak qilib dadimizning qishig'i berishga tirishimiz. Borolmasakmi? Ya'ni dadimizning mavjudligidan iborat bu reallik bizni o'ltirg'izmaydi. Xuddi shunga o'xshash bizning hozirgi realligimiz asli bizni o'ltirg'izmasligi lozim. Uxlatmasligi lozim. Afsuski biz yana yerda uyg'onishning boshlang'ich holatida. Ya'ni bu uyg'onish menga qanday vazifalarni yukladi. Yana bayonqiyaga qaytib qolamiz. Mas'uliyatimiz nima degan savolga nisbatan biz tashabbuskorlik bilan mas'uliyatni ustimizga olganimiz yo'q yoki tunug'imiz yo'q. Ana ikkinchi sabab menimcha psixikani aytganda biz favqulodda bir xil umidsizlik ichida. Umidsizlik u qadar ig'irki bizning harakatlanmasligimiz, aktiv bo'lmasligimizning bir sababi balkim mushu ishlar nimaga asqata? Masalan, bu namoyish qilgan bilan vatandagi lager taqalmasa, bu Xitoy chiqib ketmasa, vatanni mustaqil qilolmasak. Umidsizlik. Ama Xitoy ajoyib kuchayib ketdi. Shundaymi? Baribir tankilanmaymiz. Hatto biz bir tarafdan eng qudratli Allohga e'tiqod qilib turib, ishonib turib, ammo ishonchlarimizni eng tegi taktida o'zimizni e'tiroflashni xohlamaydigan. Ammo Xitoy qudrat deb ketdi. Bularga amal yo'q deydigan içimizden gelgen bir ruhi teslimçilikni his qilaman. Agar biz birdan bir so'rasak, hech kim uni e'tirof qilmasligi mumkin. Ammo bizning realligimiz, hozirgi holatimiz, masalan deyli, Xitoyni sotqa tortadigan bunday bir muhim ish bor ekan. Shuningga barliq Uyg'ur imzo qo'yish kerak ekan deyilsa-mu, hozir 10% Uyg'ur imzo qo'ymayapti. Nimishqa? Chunki buni qilganning foydasi yo'q. Butun dunyoning Xitoyga kuchi yetmayapti deb o'ylayapti. Ama bir milletin müstakillik kuruşu aslında tamçı koşulup azraktan kılıp ahire bir dolkunga derya aylandı. Eğer hemimiz birimizge saklasak, ava kılsa andan kılama. Bu mınçilek yege yetkenliğin andından öğüden çıkmaya desek vakitte bizden bu vatanperverlikimiz hemimiz yalgan değil. Vatanperverlik sırtın import kılınadığın taşki dünyadan kegen hissiyat emez. O bizim içimizden çıkıdığın bir prensip. İçimizden çıkıdığın bir hissiyat. O her vakit bizi uxlatmaydı. O bir kaderiyet. Biz onu ada kılanmaya kalan vaktimizde. Biz azaplandığın bir narsa. O her günü bireylen bizim sevmemizge sebep koyduğun, her günü bizge işkimizi çekip süt geldi sizge diye vakti, bugün süt içittim de isimiz kıldığın narsa emez bu. Bu adır ne yaxşı narsa dediniz, saqlab turaylı, bizning o'zimizga qilayotganlar bor. Az olsun qilyapti. Biz o'tirib turayli deb mana bir ko'z qarash bor, yo'q emas. Bu nimadan kelib chiqdi desa, bizdagi biz tuyg'usi degan narsaniki texnikat tuvan ekanligini, shakllanmaganligini bildiradi. Sen men, ya'ni meni o'rnimga Abdurahim qilyapti bu ishni, meni o'rnimga yoki boshqalar qilyapti. Men saqlab tursam bo'lar degandek mana bir mantiq bor. Bu haqiqatan xatarli, chunki bu biz tuyg'usi shakllangan vaqtida bu tabiiy holda siz deb o'tgandek vatandagi bir qizimizningki yoki bir akamizningki yoki bir qarindishimizningki turmushga ketishi yoki majbur nikohlantirilishi
tabiiy holda bizni qattiq beyaron qilib bizni harakatga keltirish kerak edi. Biz tuyg'umiz bo'lgan bo'lsa, ammo biz tuyg'umiz to'liq shakllanmay, ojiz bo'lg'achqa, sen ben tuyg'usi bo'lganligimiz uchunla shu hozirgidek mas'uliyatimizni, e'tiqodimizni taqozosi bo'yicha harakat qilolmayapmiz. Hozir siz mühim bir narsa dediniz, biz bu uyg'unishning ibtidoiy bosqichida deb. Ya'ni biz bilganlik hisob emas. Shu bilgan narsani harakatga keltirish uchun shu narsani biz qadriyatga aylantirishimiz lozim. Shundaymi? Bu O bizning ruhimizdan bir qism bo'lib ketishi kerak. Bu nima gap deb desangiz, insonning tushuncha dunyosi ikki sistem tashkil topdi deb bilmayman. Birinchi bilish sistemi, ikkinchisi baholash qadriyat sistemasi deb. Biz Xitoyni dushmanligini bildik, shundaymi? Bu kifoya qilmaydi. Ammo zolimga qarshi turishdan iborat o prinsipni qadriyatimizga aylantirgan vaqtimizda ondan u bizni harakatga keltiradigan motorliq vositaga aylanib ketadi. Dal shu bilish degan narsani biz qadriyatimizga aylantirishimiz kerak. Shundaymi? Qimmat qarashlarımızga. O xuddaligi obrazliq aytsak, masalan, bizning putumizga tosh tushsa, og'riydi. Nimishqa? Chunki putumizning uchidagi nerva mingimizga ulangan. Darhol putumizning uchidagi og'riqni mingimizga yetkazadi va og'riq his qilamiz. Agar shu xil, masalan, vatanparvarlikka o'xshash, shu xil narsa bizning ruhiyatimizga aylanmasa, o vaqtda vatan deb sanda qilinsa, bizning ruhiyatimiz og'rimaydi. Demek tuyg'u texi yeterlik derecede bizga özleşmegen. Mana bu hozirgida Xitoy qilib kelayotgan va g'alaba qilgan, ma'lum darajada g'alaba qilishlanadi. Ya'ni bizning butun g'amimizni, hissiyotimizni o'zimizdan uchiqinila o'tqalasak bo'ladigan. Boshqalar nima bo'lsa mayli, hozircha men palti ko'takka tushkichi aram deydigan bir gap bor. Palti tushkichi ko'takka aram bo'libdi deydigan. Mushu xil yolg'on tuyg'u bilan yashab odatlangan bir ishimiz bor. Amaliyotda qo'shnilarimizni tutqulatigan vaqtda bu xil zulm qadam shipqab kelishga boshlagan vaqtda agar bizda bir bizlik tuyg'usi, bir xil o'rtoqlik, bir xil taqdirlashlik tuyg'usi haqiqiy kuchli bo'lgan bo'lsa, yana boshqacha bo'ladi. Chunki shu nuqtada bugun mayli vatandagi bo'libmi vatanning sirtidagi Uyg'urlar hozir biz shunday bir tushunchada bo'lishimiz lozim. Bu yerda men mavjud emas. Bu yerda sen mavjud emas. Bu yerda faqat biz mavjud. Biz ba'zi vaqtda so'rovlarda o'tirib, vatan haqida paranglashgan vaqtda mana inchki jumlalarga diqqat qilsangiz, shu xil bizlik tushunchasining naqadar yetarsiz ekanligini his qilasiz. Masalan, mundaq qilishi kerak-ku deydi. Masalan, derneklar mundaq qilishi kerak-ku deydi. Derneklar namoyishni bundaq tashkillashi lozim-ku deydi. Hech bir zaman bundaq qilishi kerak-kuning ichida o'zimiz yo'q. Her daim bu mas'uliyat o'zimizdan elinib boshqalarning gardiniga yuklangan. Bizning jumlamizda avtomatik holda bu shunday ro'shan ko'riladi. Hech bir vaqt bundaq qilishimiz kerak-ku yoki texnik kichigiltib turib, men bundaq qilishim kerak-ku deb o'ylamaymiz. Shundan biz bütün mas'uliyatni atrofimizga taqdim etgandan keyin albatta o'zimiz ish qilmaymiz. Muşo'liqi sen ben tushunchasiga sizmi psixika ilmidan xilofda xabarimiz var. Bu bir psixikalik ojizlikning ifodasi ekan-ku. Sen ben tushunchasiga ya men bo'lib qolsam bütün ishni men qilyapman deb nihoyatda ko'pga kerilib o'zini cho'ng chaqlaydigan. Ama sen qilding degan taqdirda bütün mas'uliyatni unuga atib qo'yib, o'zichim turib olgan bunday bir ahvol mavjud ekan. Shunday. Amaliyotda bir insonning agar cho'ng jihatni ayirish to'g'ri kelsa, ikki xil kimligi bo'ladi. Birisi psixologik kimligi. Ya'ni u tug'ilgandan keyin uning o'ziga xos bo'lgan, masalan, mijoz xarakteri, uning zehniy aloyidliklari, masalan, tug'ma kelgan gendan, ya'ni irsiyatdan kelgan ba'zi xosliklari uni boshqalardan farqlantirib turadigan bir menga ega qildi. Masalan, hammamizning amaliyotda shunday bir hech kimga o'xshamaydigan psixologik kimligimiz bor. Hamda mushul yetarlik emas. Hamda bu yerda biz tug'ilgandan keyin biz insonlar bilan birga yashaymiz. Chunki biz bir xil ijtimoiy maxluq qilib yaratildik. Unda da bizning ijtimoiy kimligimiz bor. Bu ijtimoiy kimligimiz tug'ilgandan keyin atrofdagi muhit bilan o'zaro davomli ta'sirlashish. Va bizning yashimizning cho'ng'ayishiga ergashib, masalan, azroq cho'ng'aygandan keyin uyda biz bola bo'lamiz. Maktabga kelgandan keyin o'quvchi bo'lamiz.
o'qish bitirgandan keyin bir xizmatchi bo'lamiz. Bir millatga tava, paloni millatdan bo'lsangiz Uyg'ur bo'lamiz. Bir e'tiqodga tava bo'lish sifatimiz bilan bir musulmon bo'lamiz, inson bo'lish sifatimiz bilan insoniyat jamiyatining bir parchasi bo'lamiz. Bizning mana shu ijtimoiy kimligimiz amaliyotda keyingi vaqtlardagi inson hayotining ma'nisini mushu tashkil qiladi. Va buni amalga oshiradigan kimligimiz bizning psixologiyalik kimligimiz. Mushu ikkisi orasida ziddiyat ko'rgan vaqtda bir inson bu dunyoda xushal-xuram xotirjam yashayolmaydi. Bu o'zining bir jihatdan psixik kimligi bilan ijtimoiy kimlikning orasini nihoyat yaxshi tanishshi lozim. Amaliyotda bu biz bayon boshda degan e'tiqod bilan mas'uliyat birdakligining yana boshqacharoq bir xil atilishi. Yani bu şeyde bir sual soruş doğru kıldı. Değilim ben üzerimin işini kılımen. Yani ballarımla merkezde işimen. Üzerimin pulunu tapımen. Üzerimin tirişini kılımen. Bu milletin bir azası boğum yok. Yani bir hazır ehval mişe keptu. Dep üzümüzün mesuliyetini yaki sınaktan kaçtık değil. Bu vakit kadar bir akıbet deyip çıkış mümkün. O vaqtda bunda değil. Biz hayvanatlar dünyasında bunda bir narsani to'liq ko'ramiz. Yalnız bir böre yoki shir nihoyatda o'tlab turgan 70-80 nihoyat yo'g'on munguz va kalalar to'piga hujum qiladi. Birlash. Bu shir tuyuqsiz hujum qilganda bu kalalar tasodifiy bo'lganligi uchun darhol hammasi taraf-tarafga qochadi. Kiriprem oktidu. Terip olib ketdi. Taraf-tarafga qochadi. Bu taraf-tarafga qochgandan keyin qancha taraf-tarafga qochgan sari amaliyotda ularning nimasi Shuncha aziz hayoti kapolatga ega bo'lmaydi. Aksicha ular top vaqtda ularga hujum qilishga petinolmagan bo'ri va taqdim keldi. Ularni marab turgan bir qancha sirtlan bor. Ular qancha yolg'iz qolgan sari ularni joylaydigan yer qushlar borgan sari ko'paydi. Ular kechish orqali qutulmaydi, balki tutiladi. Shunlashqa qutulishning chorasi amaliyotda chechilish emas, balki bir yerga kelib turib, tashqi dushmanga bo'lgan aqalli bir qonuniyat qo'yildi bu. Tashqi dushmanga qarshi turishni o'ylash lozim. Ya'ni kechish bizga nisbatan qutulish emas, balki tutulush yoki yo'qolish. Nəhayət müşahid inçik bir nöqtəni dediniz. Biz yüzümüzün içində hər qancha sen men desək ayrım qılğan sırı amma düşman tərəf bizni hiçbir zaman sen men deb qaramaydı. Yani bizni biz deb qaraydı. Yoki ular düşman tərəf bizni ular deb qaraydı. Ular degan gap aşı sen men ba degan gap aşın içində. Yani biz deyotgan biz qarşı düşman tərəf deyotgan ular əməliyyat oxşaş narsa. Əzəldən Xitay davamlı bizni ular deb qarab keldi. Ularning ichida sen bor, men bor, hammamiz bor. Ammo biz o'zimizga biz deb qarayolmay qoldik. Bu shunday tushuncha bilan buni. To'g'ri. Bu nihoyatda pek yaxshi gap bo'ldi bu. Har doim masalan hozirgi bularma chet eldagi mujohidatimizda biz pat ba'zi bir fikr o'xshamasligi, ba'zi yo'l, prinsiplar haqidagi tushunchimizning farqlanganligi tufaylidan her daim mesela maaşını palanına qilishdan burun biz qilvalli deydigan g'alati bir qizg'onchiqlik bor, tushungil olmaydi. Ammo Xitoy oyada bir davlat mashinasi bilan hozir siz degandek biz gerçi o'zimizning ishimizdan o'xshamagan ideya guruhlarga ayirganimiz bilan ular hech qachon bizni unda ayirib turib, joylash strategiya tuzish uchun ayrılsınmı ammo umumiy jihatdan ular düşman deb qarab turib ayryapti. Ammo biz Xitoy bizni o'rtaq bir düşman deb qarayapti. Hech bo'lmasa biz ularga qarshi o'zimizning o'rtaq ekanligini uqtirishimiz lozim deydigan ma'an balki da'voga qatnashmayotgan odatdagi kishilarla emas, balki da'voning ichida turayotgan nurg'un kishilarning haqiqiy ma'noda pishib yetilgani yo'q. Agar unda bir ma'noda pishib yetilgan bo'lsa, o vaqtda biz o'zimizning shaxsiyatiga chetiladigan barliq qurbonlikni to'liq berib turib, andan keyin umumiy bizning manfaati uchun o'zimizning shaxsiyatidan mayli meni tillag'asa, taloni mayli meni haqoratlag'asa, ammo bizning manfaatimiz uchun hech qisi yo'q deyalaydigan bir yuksak safoga ega bo'lgan bo'ladi. Bizda hozir mushu saviyaga afsus ham kelmayapmiz. Gel yig'inchoqqa degan vaqtida
Meyli falançı teşkilatın kişi olsun, ya ki falançı bir kırınışımızın hikayesi olsun, veya ki başkalarının bir eski işi olsun, ya ki yaxşı işi olsun, onun bunun ya ki sen menin işi olup kalsın, emniyet hemisi yığınacak bir vaktada bu bizim hikayemiz. Şundan mı? Bak, bizden işimiz. Bizden işimiz. Elki bir neresi isim geldi. Kur'an-ı Kerim'de Musa Aleyhisselam'ın kıssası, yani Yahudilerin, Beni İsrail'in kıssası en köp tekrarlanan. Bayan kılınan kıssalarının içinde hakikaten cık tekrarlanan kıssa. Onu hemimiz Kur'an-ı Kerim'de okup bakalım olsak biliriz. Şunda bir neresi var. Allah Teala şu Mısır'da Firavun'un zulmü astı diye yaşavatkan. Firavun hakimiyeti tarafından bütün sürük bir millet sütüdü kul kılınavatkan bir millet mi? Yani Yahudilerden ibaret bir millet mi? Yani İbrahim'ı Allah kutkuzu irade kılıp Musa Aleyhisselam'la evetti. Sonra Musa Aleyhisselam'ın vasıtası bilen bütün millet mi? Yani İbrahim'ın kutkuzu beçildi. Bir yerde biz dikkat kılmayatkan bir inçki nokta var. Allah Musa Aleyhisselam arkalık İbrahim'ın içindeki fakat üzüge iman etken Musa Aleyhisselam'ın peygamber ikkenlikini itiraf kılgan yani Müslüman boğan Yahudilarına emas belki zulümge uçravatkan tehi Musa Aleyhisselam'ın to'liq itiraf kılgan kımığını belgili olmaydigan Allah'a olan imanımı tehi yeterlik bo'lmagan hatta bütün İbrahim'ı kutkuzup etdi. Yani bir yerde Allah bir bendesiga mayli u Müslüman bo'lsin bo'lmasin zulüm kılınışını rava ko'maydi. Yani onu kutquzishni iroda qiladi ve bunu biz Yahudilarning qissasini aytib ro'shan ko'ralaymiz. Mesela Yahudilar qutulib chiqqandan keyinmi siz bilasiz. Nihayetlik Allah'a boyuntuqlik qildigan hareketlerini qildi. Mesela Musa sen berib Rabbim bilan urushib kelgin. Biz bu yerda saqlab turili degandek shu xil jumlalarni tuzishdinmi tep tortmaydi. Bu qanday vaqt Allah ularni dengizni ikkiga ayirib turib, shu Firavunning zulmidan qutuldirib bo'lgandan keyingi vaqt. Aksichil ol Allohga shukr qilish kerak edi. Yani aşında alaqı etiqadi pishib yetilmagan vaqtdami Allah ularni zulm qilinganligi uchun bu qutqizdi. Demak, bu yerda bir mazlum millatning qutulish haqqi Allohning oldida mavjud. Onun Allohga bo'lgan e'tiqodining qanday bo'lishidan qat'iy nazar bu yerda. Onun bir qutulish haqqi tegidan bor. Mushu nuqtadan aytganda biz shu mazlumlik kimligimiz noktasında aytganda hozir bütün Sharq Turkistonliklar jumladan Uyg'urlar faqat bir muhim kimlik var. Yani bir mazlum Uyg'ur, bir mazlum Sharq Turkistonlik. Mushu mazlumligimiz bizni chuqur bir bayroq ostida birleştirishi lazım. Kıymetli kurrumeller, muhterem qarindoshlar, biz bugün davayimizdeki itikadimiz, vicdanımız, mesuliyetimiz ve kabiliyetimiz bo'lgan munosib yuritib berishga tirishdik. Hammalarni vaqt chiqarib ko'rganingiz ko'p rahmat. Abdurim Davlat, sizga ko'p rahmat. Sizga ko'p rahmat. Shunday bir fursatni berdingiz.